Telefon odamni ishlarini bitirib berganlar xudo xolasa. So'ramiz. Odam orasida maynaqa bo'g'ishlarda 100 ta 200 ta boqish nasib qilsin. Ha. Niyat qilib bitta layt bosib ketdilar boshqa chiqardilar. 100 ta 200 ta boqaydi. Havas qilganlar bittadan layk bosib qolgansizlar. Xudo xolasa hammani uyida shunaqa qo'shqorlarga baqish nasib qilsin 200 talar. Yuzlarga e'tibor berasizlar, yuzlar ham haqiqat tiniq ekan mana. Quloq tashab turishlarga qaranglar. Yoshini qidirdingizmi mana? Aldansang yoshiga aldan deydi. Nima dedingiz do'stim? Mana haqiqiy barra. Mana haqiqiy mana barra ishqibozlarga mana zo'rlardan yetib keldi. Dumbalarga qaranglar, dumbalar ham tik dumba ekan. Bitta assalomu alaykum qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun sizlarga mana bunaqa to'qil variantlardan kelibdi. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepao'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Agarlar video yoqsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysizlar, xudo xolasa shunaqa qo'ylar chiqqanda sizlarga soобщение bo'lib yetib boradi. Xo'p, bugun hafta kunimizga 12-mart payshanba 2026-yil. Hammaning kunlaring xayrli, barakatli o'tsin deya, yana o'zimizning do'stimiz Akmaljonning xonadonidan boshladik. Akmaljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Murodjon. Siz? Bunga to'qil variantlardan kelsa Akmaljon? To'qillardan. To'qillardan, xudo xolasa yosh variantlardan ekan, hurmatli obunachilar. Dollar sveti ham bor ekan, do'stim. Bir dona dollar sveti. Bitta dollar sveti ham bor ekan. Oxirgacha ko'rib turasizlar obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, bitta dollar svet, mana ikkita arashon paroda ekan, hurmatli obunachilar. Oxirgacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa sekin-sekin buni ma'lumotini berib boramiz. Akmaljon, bugunga necha partiya chiqaramiz? 3 partiya qo'yamiz. Bugun 3 partiya atrofida qo'ylar chiqargan. Hurmatli obunachilar, oxirgacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa birinchi partiyamizga 3 dona ekan, Akmaljon? Ha, birinchi partiyamizga 3 dona. 3 dona ekan. Ozgina, sozgina, ma'noli qo'ylar. Orqalarini ham mana ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Mana uzoqdan ham olib beryapmiz sizlarga. Dumbalar ham tikka ekan, Akmaljon? Dumbalar osilib ketmagan. Stoykalarga e'tibor berasiz, stoykalari ham juda chiroyli, o'ziga yarashgan ekan. Akmaljon, buni bo'ylarini nechaga beramiz, do'stim? Bo'ylar 75 ga olishaveradi. Bo'ylarini 75 ga olar ekansizlar. Bo'g'ozlar qanaqa, do'stim bular? Bak. Monos qisir ko'ki. Ha, dollar svet chiqarib bilan yurgan ekan. Ha, bunisi qisir, 100%. 100% qisir deb berishdi. 100% qisir ekan. Bularni qo'chqor bilan yurgan ekan, hurmatli obunachilar. Yuzlari ham tiniq ekan. Bo'g'oz demaylik. Xo'p, necha oylikka beramiz bularni, Akmaljon? 9-10 oylik atrofida. 9-10 oylik atrofidagi hurmatli obunachilar. Qo'chqar. Tayyor o'zim zo'r qo'chqarimma bolasini olib, qo'shib bolasini olaman degan obunachilarimiz bor. Uzoq yillar boqib yuraman degan obunachilarga 3 dona bir qo'ra. Haqiqiy zo'r variant ekan, hurmatli obunachilar. Oxirgacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib berasiz, Akmaljon? Ha, narxlar yo'lida bo'ladi, xudo xolasa har doim undek. Mana haqiqiy yuzlari ham tiniq mana, o'ynab turgan, xudo xolasa. Yeb ishlarsinovdan o'tgan, xudo xolasa. Nima gramm muammosi yo'q. Bir hafta olishaveradi. Bir hafta sinab olishaveradi. Yana bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta xotirjam sinab olgansizlar, hurmatli obunachilar. Tasavvurni qayergacha qilib berasiz, Akmaljon? Vodiy bo'ylab Toshkentga o'tdi, har doim o'tdi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha o'zlari yetkazib olib berganlar, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, qo'yib ko'rasizlar, xudo xolasa. Haqiqiy stoykalari ham o'ziga yarashgan, mana quyoshda ham yaltiraydigan. Muammosi yo'q qo'yiladi. Yaltiraydigan variantdan ekan mana. Yaqindan mana yuzdan olib beray sizlarga mana. Haqiqat zo'r narsalar ekan mana. Mana zo'rlarga kelib qolganda mana shoshilib qo'yinglar, xudo xolasa uzoq yillar boqib yurasizlar. Mana orqalari ham chiroyli, o'ziga kelishgan, o'ziga yarashgan, xudo xolasa. Xo'p, endi buni eng qiziq joyi Akmaljon, buni narxida do'stim. Narxiga o'tiraveramiz endi. Narxini necha bo'lib berasiz, Akmaljon? Endi buni bir joyga olsa, Murodjon 48 dan beramiz. 48 dan ketaveradi. 48 dan ketaveradi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib olib. 4 800 ming so'mdan o'zlari yetkazib olib borib beradilar, xudo xolasa. Tanlab olishi qanday bo'ladi, Akmaljon? Kelishamiz, telefon qilasiz. Bo'ldi. Xo'p, o'tib beradigan joyi bormi? O'tib beradigan joyi bor. Telefon qilsa, chiroyli xayr sunnatga o'tib beramiz. O'zlariga o'tib berasiz, telefon odamga. O'zlariga o'tib beramiz. Telefon odamda ishlaydi. Bo'ldi. Xudo xolasa telefon qurasizlar bemalol. Telefon qilgan odamga xudo xolasa o'zlariga o'tib berganlar mana. Yuzlari ham chiroyli. Xudo xolasa yaxshi narx bo'ldi. Hech kim aytganini sotmaydi. Bemalol telefon qurasizlar, xudo xolasa so'rab, tortishib, talashib olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Keyingi partiyaga o'taveramiz, Akmaljon? Ha, keyingi partiyalar chiqaramiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bizda keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunaqa hisob variantlari ekan, xudo xolasa.
quyoshda yaltiraydigan mana haqiqiy zo'rlardan ekan, xudo xolasa. Akmaljon, ikkinchi partiyamizga nechta dona buyurdi, do'stim? 5 dona. Bu yerda 5 dona ekan, hurmatli obunachilar. Mana turishlarga, stoykalarga e'tibor berasiz, xudo xolasa, oyoqlari ham haqiqiy istig'an tuyoq, chiroyli variantlar ekan, xudo xolasa. E'tiboshi ham yaxshi, xudo xolasa, qo'yib olaman degan aka-ukalarga. Yosh variantlar ekan, Akmaljon. Yoshida ana tushizmagan to'qli. To'qli variantlar ekan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, oxirigacha ko'rib turasizlar, chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Akmaljon, buni bo'g'ozlari qanaqa? Bu qo'chqarim bilan yurgan. Qo'chqorimda yurgan ekan, dumbalari osilib ketmagan, chiroyli tik dumba ekan, xudo xolasa. Endi bular sirasi haligi yelim solmaydida, to'g'riligi uchun, eski yillar bo'lmasi uchun 50 yil. Akmaljon, bo'ylari nechaga beramiz bularni? Ular bo'ylari 75 ga olishasiz. 75 dan kichkina emas. 75 dan kichkina emas ekan. Hurmatli obunachilar, 75 ga olaveragansizlar bemalol. Xudo xolasa, quyoshda yiltiraydi, mana shu ishlarga e'tibor berasizlar, haqiqat yuzlarga chiroyli ekan. Hurmatli obunachilar, qo'y aslini charxroq, bizga qiyinchilik qilib duryapti. Xudo xolasa, tez ma'lumotni beramiz. Akmaljon, xudo xolasa, telefonga odamga o'zingiz ma'lumotni berasiz, buni narxiga o'tiramiz, Akmaljon. Buni oldi qo'shni gap kerak yo'q. 4 million 700 mingni vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib olib beramiz. 4 million 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib o'zlari olib borib beradilar. Qo'y qolaman degan obunachimiz bo'yicha bir ketishga o'zi. Akmaljon, so'rasa takror video qilib berasiz o'zingiz. Takror video qilib beramiz. Ular o'lchab ishlarni ko'rsatib, o'zingiz chiroyli qilib video qilib berasiz. Hozir birorta tish buzgani yo'q. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. To'qli variantlardan xudo xolasa bo'ylab bo'lib turibsizlar. Qolgan o'zi. Mana haqiqiy yosh variantlar ekan, hurmatli obunachilar. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa. Telefonga odamni ishlarni bitirib beradilar. Xo'p, xayr sunnatiga o'tib berasiz, Akmaljon. Sunnatga telefonga odam ishi bitadi. Bo'ldi. Chiroyli qilib beramiz. O'tib beradigan joyi bor ekan, xudo xolasa bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Ishlaringni do'stim bitirib beradilar. Keyingi partiyaga o'tamiz, Akmaljon. Bo'ldi, biz endi keyingi partiya. Hurmatli obunachilar, bizda endi 3-partiyaga mana bunday yosh variantlar ekan. Oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa, pullari juda yengil bo'ladi, deyapti do'stim. Mana bunaqa yuz variantlar ekan. Stoykalarga e'tibor berasizlar. Yoshini qidirdingizmi mana? Aldansang yoshiga aldan deydi. Nima dedingiz do'stim? Mana haqiqiy barra. Mana haqiqiy mana barra ishqibozlarga mana zo'rlardan yetib keldi. Dumbalarga qaranglar, dumbalari tik dumba ekan. Bitta, mana hayot. Tuyoqda yashashini qaranglar, hurmatli obunachilar. Xo'p, haqiqiy zo'r variantlar ekan. Xo'p, bu yerda tur bosh ekan, Akmaljon? Ozgina. Eng yosh variantlar ekan, xudo xolasa. Olib tashab qo'yasizlar, xudo xolasa, ancha yillar boqib olib yurasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, xudo xolasa buni sekin-sekin ma'lumotini berasiz. Akmaljon, buni yosh oylari qanaqa buni, Akmaljon buni? 3 oylik atrofida. 3 oylik atrofida? 3 oylik atrofida ekan, hurmatli obunachilar. Dumbalar qarang, tikka ekan hammasi. Bu yerda urg'ochisi yo'q, Akmaljon? Yo'rdani qo'chqar, tetalasi qo'chqar. Hammasi qo'chqar ekan, hurmatli obunachilar. Mana yuzlarga e'tibor berasizlar, yuzlari ham haqiqat tiniq ekan mana. Quloq tashab turishlarni qaranglar. Mana arashon baroda mana. To'nlari ham simjun variantlar ekan mana. Xudo xolasa, to'ni tozasidan ekan mana, hurmatli obunachilar. Xo'p, xudo xolasa, yeb ichishda umuman muammosi yo'q. Yeyishda umuman gram muammosi yo'q. Gram muammosi yo'q. Bir hafta bemalol yedirib, ichirib, hurmatli obunachilar, pulsani beragansizlar, xudo xolasa bitta mana bunday qorasidan ham bor ekan, hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Xo'p, yem-hashani yeb turgan ekan, hop, yeb ishlar so'nib o'tgan ekan, bir hafta bemalol so'navergansizlar. Dastavkalar o'sha Akmaljon. Vodiy bo'la Toshkentga. Vodiy qolgan o'rnatlarga kelishilgan holatda qon ekan, hurmatli obunachilar. Akmaljon, endi buni narxiga o'tiraveramiz, Akmaljon. Bu so'nggi partiyamizmi? Yo'q, yana bitta urug'likka qo'chqarimiz bor. Bitta qo'chqarimiz bor ekan. Xo'p, endi yo'qsa Akmaljon, buni narxiga o'tiraveramiz. Necha pul qilib berasiz biz obunachilarga endi buni? Hammasi bir joyga ketsa. Buni hammasini bir joyga olsam 4 million 100 dan berishsin. 4 million 100 dan. Telefon qilsa, xayr sunnatga chiroyli o'tib beramiz. O'tib berasizlar bir nima? Bo'ldi. Telefon qilgan odamni ishi bitar ekan, hurmatli obunachilar. Bemalol telefon qilagansizlar. Haqiqiy yosh variantidan xudo xolasa mana. Like bosib, obuna bo'ldim desa, chiroyli qilib narxini o'tib beraman. Chiroyli o'tib berasiz? Odamni ishini bitiraman, xudo xolasa. Like bosib, obuna bo'lgan odamga chiroyli qilib o'tib beraganlar mana. Xudo xolasa, yaxshi, zo'r variantlardan ekan, xudo xolasa. Akmaljon, keyingi partiyaga o'tiramizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Pastda nomerlarda Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol telefon qurasizlar. Chetdan kuzatib turgan aka-ukalarimizga ham tavsiya qilamiz. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Telegram, WhatsApplar bor. O'zlarini qiziqtirgan savollarni berishlari mumkin. Endi akalar, bizda keyingi so'nggi partiya, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, bizda so'nggi partiyaga mana bunaqa qo'chqardi. Zo'r ekan, Akmaljon?
Bir dona urug'likka chitga vayda qo'shqardi. Xudo xolasa Obunachilaringiz elinde bir dona. garbonoslarga e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. E'tibor bersin. Qo'zi hali chiyormagan. Oq yuz tishimni ko'rsatib qo'ying, Akmaljon. So'z isboti bilan bo'lsin-da. Ana tish ko'ring. Hali guruch ekan. Mana hurmatli obunachilar, haqiqatan chiyormagan. 11 oylik atrofida, 11 oylik. 10-11 oylik atrofida ekan hali, xudo xolasa mana oyoqlari ham baquvvat, o'ziga yarashgan, xudo xolasa. Nimalari ham tik dumba ekan mana. Haqiqat bitlari ham yaxshi ekan, xudo xolasa. Quloq tashlab turishlarga e'tibor berasizlar, xudo xolasa. O'zi turadigan variantdan ekan, simcha variantdan. Sirg'alarga turibdi. Mana berkalari ham turibdi mana. 0051 ekan, xudo xolasa. Xo'p, Akmaljon, xudo xolasa buni yeb ichishdan muammosi yo'q hamma. Umuman muammosi yo'q. Bemalol bir hafta sinab olishaveradi. Sinab olishaveradi. Bemalol bir hafta hurmatli obunachilar sinab o'rgansizlar, xudo xolasa. Akmaljon, shuni liniyasi bor dedingizmi, Akmaljon? Ha, liniyasi bor deyishdi buni. Liniyasi Krasavchi liniyadan deyishdi buni. liniyasi krasavchi. Liniyasi bor deb berishdi. Biz ham o'zimiz haligi osmonli gapirganimiz yo'q-ku, shunaqa deb berishdi bizga. Shunday deb berishgan ekan. Hop, xudo xolasa krasavchik liniya ekan. Mana qo'y uzunligiga e'tibor berasizlar. Qo'y ham haqiqiy limuzin ekan, uzun qo'y ekan, xudo xolasa. Xo'p, bo'ylari necha dedingiz, Akmaljon? Bo'ylar 90 santimetrga olishaveradi. 90 santimetrga o'ragansizlar, xudo xolasa. So'raganlarga video qilib berasiz, Akmaljon, bo'ydan o'lchab. Video qilib beramiz. Takror video ham qilib beraverar ekan, hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Endi bu so'nggi partiyada Akmaljon buni narxini endi aytaverasiz endi so'nggi partiyada ekan, xudo xolasa. Oldi qochdi gapni keragi yo'q. 8,5 million so'm unaqa haligi bizda liniyasi bor ekan. Qo'y ham zo'rmi ekan deb u dollarda $1000, $1,500 deyish keragi yo'q. 8,5 million so'mga vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib olib beramiz. 8,5 million so'mga mana shu qo'chqor vodiy bo'ylab Toshkentgacha o'zlari yetkazib olib borib beraklar. Akmaljon, telefonga odamga xayr sunnat o'tib berasizmi bir nima? Telefonga odam deshi bitadi. Mana shu qo'chqar so'rab telefonga odam deshi bitadi. Xudo xohlasa xayr sunnatga shirib o'tib beramiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, bemalol telefon qo'ragansizlar, xudo xolasa xayr sunnatiga o'tib beradigan joy bor ekan. Xo'p, bizda so'nggi partiya bu. Ha, so'nggi partiya, oxirgi partiya. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosib, bittadan obunachi o'qib qo'ysa, chiroyli qilib narxlar bomba qilib beraraman narxlarni. Narxlar sinaveradi, Akmaljon. Sinaveradi. Akmaljon o'zi biz kanalimizda tez-tez chiqib turibdilar, xudo xolasa yana chiqib turarlar, xudo xolasa. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, xudo xolasa telefon xonadamda ishlarini bitirib beraganlar, xudo xolasa. So'raganlarga takror video qilib beraganlar. Xo'p, bitkazavotlarga rozi bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Hammamizni odam orasida maynaqa bo'g'ojlarni 100 ta 200 ta boqish nasib qilsin. mana Niyat qilib bitta like bosib ketdilar boshqa chiqardi. 100 ta 200 ta boqaydi. havas qilganlar bittadan like bosib qo'ygansizlar. Xudo xolasa hammani uyida shunaqa qo'chqorlardan baqish nasib qilsin 200 tadan. Kelgusi videolarga ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar, hurmatli obunachilar.